Assalomu alaykum, Sezar Natijnoy patolog obunachilar. Aziz obunachilar, navbatdagi ishimiz, navbatdagi zakazimiz Sarbiy sentrindamiz. Aziz obunachilar, Sarbiydagi mijozimiz Sezar Natijnoy patologlardan zakaz qilib qo'yadi. Aziz obunachilar, hozir video davomida realni ishimizni qisqacha ko'rsatamiz. Keyin bu yerda ikki xonasini Bort Natijnoy patolog tortib berganmiz. Aziz obunachilar, Bort Natijnoy patologlarimizdan ko'rsatamiz. Summalarni hammasini batafsil aytib o'tamiz. Aziz obunachilar, Natijnoy patologlar fotovoylar zakazlarimizda ekranda ofisni, sexni nomerlarini qoldiramiz. Aziz obunachilar, bizada xabarlarimiz bor, ko'pchilikning xabarlari bor. Sezar firmasi 21-mart kuni xudo xolasa mijozlari, obunachilar uchun super sovg'a, mega sovg'a Sparkni qo'yibmiz. Aziz obunachilar, ulgurib qolamiz, aksiyada qatnashib qoling, tavsiya qilib qolamiz. Yakunlaringizda shu videoni jo'natib qo'ying. Qani, ketdik, videomizni boshlaymiz unda. Sezardan Natijnoy patolog yoki Lustra xarid qiling va Spark avtomobilini yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Sezar, omad sizdan, sovg'a bizdan. Obunachilarimiz birdan like bosib berasizlar, qo'llab-quvvatlab berasizlar ishlarimizni. Zakazlarimiz bo'lsa xabarlashaverasizlar. Bu toychakni donag'alla bormi? Yodlaringizga tushdimi? Shu birinchi ishimizni shu toychak bilan boshladik. Ko'pchilik mijozlarimiz shu toychakni donaydi. Yo, bismillah. Farman ustamiz. Obunachilarimizning devor rotbon tortilyapti. Ko'rib turganingizdek, avvalgi patolog, ko'na patolog teyinda qolib ketaveradi. Ustidan natijani tortib berishimiz kerak. Hozir bu yerda bir xonasini tortganmiz. Biraz ish jarayoni ketib turibdi. Lampochkalarni qo'ysalar, yoqtirib qoladi. Bir lustra qo'yasanmi yo patron yoqib berasanmi? Az qo'yasan-a? Bu pryamoy paxsadan paxsaga tortganmiz. Yani videonun boshida ko'rsatdik bir xonani. To'g'ri, avvalgi patolog teyinda qolib ketaveradi, keyin uyg'unlarni demoxod qo'yib beramiz havo aylanish uchun. Natijnoy patologni zo'rni ko'rsataman, obunachilarimiz ine. Gap bo'lishi mumkin emas. Dahshat chiqdi, xudo xolasa. Baho berasizlar. Video davomida bahosini ham aytamiz. Bitta so'mdan ishlab berganimizni. Hozir bir qator video obzorimizni ko'rsatamiz Natijnoy patolog. Bu Bort Natijnoy patolog deb aytiladi obunachilarimiz. Galagellar shu Natijnoy patologning ichida qo'yib berganmiz, besplatli. Lustra ustanovkalaridan besplatli qo'yib berganmiz obunachilarimiz. Sezar firmani brendi. Shu bir mushunda Sezar firmani brendi bosiladi. Hammaga yetirsin, shunday remontlar, shunday joylarni solish hammaga nasib qilsin. Birdan like'lar bilan qo'llab-quvvatlab o'tiramiz ishlarimizni, obunachilarimiz. Az beri xonasini aytgancha bu xona razmerini aytadigan bo'lsak, bu xona razmeri 4.10 6.55lik xona. Eni 4.10 bo'ldi, uzunligi 6.55 bo'ldi. Obunachilarimiz xonani razmeri. Agar sizdan shunday xonangiz bo'lsa, shunday Bort Natijnoy ishlatsangiz bo'ladi. Hamma materiali, mexi, shurupi, reykasi, paneli hammasi o'zingizdan keladi. Xonani razmeri 4.10 6.55 bo'ldi. Ustamiz bu yerga kirib bo'lamkan? Bu joy ham kirib bo'lamkan?
Sizden bezovta ettik endi ustamiz. Ha? Rahmat. Xo'sh, inan obunachilarimiz bir-biridan chiroyli natijali patolog gap bo'lishi mumkin emas, xudo xolasa. Bu xona razmeri 4.25 ga 6.50 lik xona bo'ldi. Ko'rib turganingizdek 4.25 ga 6.50 lik xonaga bort natijali ishlayapmiz. Obunachilarimiz videonun sonunda baholarni aytib beramiz. Hozircha sizlarga ishlayishimizni obzorini ko'rsatib turibmiz. Videoni oxirlariga ko'ringlar. Baholarni batafsil aytamiz hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsiz, chaqiramiz. Muborak bo'lsin, Rahmat. o'ng bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Obunachilarimiz hamma mijozlarimizga bahasi qiziq. Necha so'mdan ishlatyapsiz? Nechik bonuslari bo'ldi, nechik takliflar bo'ldi? Spark'a kupon berildimi? Spark'a kupon berildi. Her 1 milyona bir kupondan. Bort patologlarımız 160 binden oldu kvadratı. 160 dan ishlatdingiz. Aa. Galageller içinde. Galageller hemen esas içinde. Lüstrostanopkiler içinde. Lüstrastonopki 5 platnik oldu. Hammasi. Evet. Baholar yaktı mı? Yaktı normalni. Tavsiye qilasiz mi obunachilar? Abunachilar hammalaringizni tavsiya qilaman. Ishlatsang ne bo'ladi? Rahmat. To'ylar bo'lsin, muborak bo'lsin. Qarang, obunachilarimiz xohlasangiz, remonti bitgandan ham shu xonadonni kelib tushirib syomka etib ber desanglar, obunachilar kommentariy yozib bersanglar, sizlar uchun kelib shu video obzorini qilib ko'rsatib beramiz. Obunachilarimiz hammaga nasib qilsin, shunday xonadonlar, shunday joylarni samoq, aziz obunachilar, ishlayishimiz, video syomkamiz yoqqan bo'lsa, birdan like bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar. Zakazlar bo'lsa, xabarlasharsiz, ishonchli, sifatli, kelishgan holda ishlab beramiz. Obunachilarimiz ajratgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Rahmat hammaga. Hayır.